Namangan Kosonsoy Hamidxon aka Soliyev zamonida saytlagan. Namangan Kosonsoy Hamid aka Soliyevni zamon nomli tulpori bilan Sayfi polvon, Sayfi akamiz, Hoji akamiz umrlari uzoq bo'lsin. Kosonsoylik Hamidxon aka Soliyevni zamon nomli bilan Odamiy polvon, Baramon, chiroyli bordi polvon. Omadlarini bersin polvonlar. Ya mashalloh jonivor. Assalomu alaykum o'zbekimotlar YouTube kanal kuzatuvchilar, akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugungi chiqarish Namangan viloyati Kosonsoydan akalarim Hamidxon aka Soliyevning zamon otida sotuvga chiqazamiz akalarim. Bugun video bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turaverasiz, xudo xolasa. Katta ma'lumotlarni barchasini qo'ldan kelganicha olib beramiz. Video bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turaverasiz. Otimiz xudo xolasa ishonchli, topib yurgan garantiyali. Xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni Hamidxon akamni o'zi sho'la qilib olib beraman akalar. Bunday bo'lsa boshlaymiz. Hamidxon aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Alaykum assalom. Rahmat aka. Xudo xolasa zamonda sotuvga chiqazamiz a bugun, ha? Xudo xolasa. Inshaalloh. Buni ma'lumotini yetkazsak, yoshi qanday endi buni? Bu xudo xolasa 6 yosh otimiz. Aha. 2019-yil 6 oyligida olganman, 6 oylik toyligida Bishkekdan. Bishkekdan kelgan sizga. Bishkekdan kelgan ha menga. Mashalloh. Qaysi otga o'xshayapti chehralari-chi buni-chi? Buni endi Abakanda bu. Abakan. Chista Abakan, ha? Chista Abakan, shu Abakandan O'zbekistonga ko'p mashhur otlari sotgan odam sotgan buni menga. Jonivor, formalar hamma kelgan ekan, ko'z tegmasin. Ko'rganlar otga o'xshatadi o'zi, bilganlar buni. Qaysi otga o'xshashligini. Qaysi otga o'xshashligini biladi o'zi. Lekin ko'z tegmasin, havas qildim. Har bir bandaga, har bir yigit kishiga uylarda kamida shunday otlar bo'lsin-chi, inshaalloh. Odamzod havas qilsa, erishaveradi. Xo'p, bo'ylari necha qoladi buni? Buni bo'ylari 170 plus. 170 plus. Oladigan odam kelib o'lchab olaveradi. Xudo xolasa, bu ham ko'kdan chiqdi. Ko'kdan chiqdi 40 kun o'sha ataman bilan bir kunda ko'kka kirgan, bir kunda qaytib kelgan. Ikkita otim bir joyda turadi. Polvon akamni o'zi minib shola qilib, Polvon akam o'zi sovutib o'zi qaraydi. Bu otim ham Andijon Asakadan Adaham akam mindi qilib, yo'llarini chiqarib to'yligida 2 yasharligida qilib bergan o'sha Adaham aka. Asakali Adaham aka. Xo'p, Hamidxon aka, bu uloqlari hamma yo'q yaxshi, xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshi, oldiga yaxshi yurdi. Bu yil biz safarda ko'proq yurganimiz sababli bir katta uloqda, ikkita katta uloqda mara qildi. Qolgan mayda endi uloqlari gapirmasam, hammasida marasi bor. Qaysi polvonlar chopdi? Buni bu yil o'tgan yil Otabek polvon setkada ot choparda soldi. Paramon Otash polvon. O'zimiz Otabek aka, Otash polvon. Otash polvon. Keyin Rustami Doston soldi. Rustam akam. Sangiston. Rustam Sangiston. Rustami Doston, yangi polvon. Jonivor, lekin mashalloh. Qirg'izistondan Isa polvon soldi. Katta uloqda. Qirg'izistonlik Krupskiy Isa polvon. Isa polvonni ham ko'pchilik tanishadi, bilishadi. Shu polvonlarda. Ko'z tegmasin, yaxshi ot ekan. Xudo xolasa, hali yosh. Xudo xolasa bir maza qilib, endi uloq chopadigan yilga to'ldida ot xudo xolasa. Albatta. Yil endi xudo xolasa buni chiroyli qilib, boquvni o'zini ko'ngliga o'tkazib, boquvlarini keltirib olsa, inshaalloh bu yildan ham solib chopsa bo'laveradi. Polvon aka bitta to'xtatib qo'yinglar, bir yaqindan tortib qo'yinglar formalarni. Jonivor. Qani turchi. Oldi formalar akalar, xudo xolasa. Stokalar to'rtta oyog'i, yeb ichishi hamma yo'q joyida 100%. Formalarga gap bo'lishi mumkin emas, lekin mashalloh. Sog'ligi zo'r. Havas qildim. Xo'p. Hamidxon aka, buni narxini necha pul qo'yamiz aka? Aka, buning narxini 20 ming dollar. 20 ming dollar. Kami bor, xudo xolasa. Ozmoz bor kami. Ozmoz. Lekin kami bo'ladi, xudo xolasa. Hayron qilib berasiz inshaalloh. Realni qiziqqan akalarimiz bo'lsa, aloqa chiqaradi. Xudo xolasa, yil chopildi. Polvonlar sinovdan o'tdi. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Chopgan polvonlar bilan oladigan odam gaplashib ham olaveradi. Bunday bo'ladigan bo'lsa, Otash akam bilan Rustam akam kommentariyga bittadan yozib ko'p polvon taniydi, Toshkentda Sayfi polvon ham bir chopgan to'yligida buni. Shu minib kirib ketib sirazu marra qilgan. Sayfi polvon ham chopgan. Sayfi polvon ham chopgan, videolari bor. Videolari bor buni. Iloji bo'lsa qo'yib o'tamiz, ha?
Xo'p, xudo xolasa ekran qo'yiladigan telefon raqamlarida Telegram, WhatsApplar mavjud. Realni qiziqqanlar aloqa chiqib qo'ng'iroq qilishaveradi, inshaalloh. Albatta. Akalar, qiziqqanlar aloqa chiqaveringlar, xudo xolasa. Vaqtda turishi, formalari hamma yo'g'i joyida ekan, ko'z tegmasin. Mashalloh, havas qiladigan. Xudo xolasa uloqlarga kafolatini beramiz, a? 100%. Xudo xolasa kafolatini beriladi akalar. Bizni kuzatishda, qo'llab-quvvatlashda davom etaveringlar. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Bizning videolar sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar akalar. Uyinga zamon.